Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan aviakassaviy Surxonatim Jahongirjon. Xudo xolasa kassadamiz. Bugun 24-oktyabr 2025-yil. Hurmatli o'rtoqlar, mana shu ko'rsatilgan telefon raqamiga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Biletlar masalasi bo'yicha ham O'zbekistondan kelish, ketish, zapiretni, masalan, O'zbekistondan kelmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz uchun tekshirish kerak bo'ladigan bo'lsa, 1 sutkadan 2 sutkagacha javobi chiqadi. O'shalar tekshirish yo'nalishi bo'yicha bo'lmasa bu Rossiya territoriyasidan chiqib ketmoqchi bo'lgan aka-ukalarimizni ham tekshirishlari bo'yicha ham bemalol murojaat qilaverasizlar. Gransiya xizmatlarimiz ham bor. Bemalol telefon qilib savollaringiz bo'lsa, savollaringizga ham javob olishlaringiz mumkin. Aviakassaviy xodimlarini faqat ko'rsatilgan telefon raqamlariga bog'lanaverasizlar. Qo'ldan kelgancha harakatdamiz, qo'ldan kelgancha yordamlar qilishga harakat qilamiz. Qo'ldan kelgancha aeroportlarda shu akalarimiz, ukalarimiz dokumenti yo'q bo'ladigan bo'lsa, o'tkazib qo'yishga ham harakat qilamiz. Kuzatishda davom etingizlar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yingizlar. Qachonlardir siz uchun kerakli mavzular chiqarib boramiz. Kuzatib tursalaringiz bo'ladi.